Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'i Xurshid akamiz xonadonidamiz. Xurshid aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Quvonchbek. Yaxshimi? Xurshid akamizdan bir bosh yaxshigina novasi bor ekan. Shuni YouTube'ga chiqarish maqsadida kelganmiz. Xurshid aka, buni ma'lumotlarini bering endi. Shu yoshlari uka 2,5 yoshdan o'tib qoldi. Kurak tishlari chiqqan. Juda anchadan bir yem yeyapti. Shu endi nima desam bo'ladi? Bog'dagi narsa bemalol kelib ko'rishlaring mumkin. Mana holati. Yeb ishlariga javob beramiz. Yechib yurg'izishda iloji bo'lmaganligi sabab turgan joyida video qilyapmiz. Kurak chiqarganmi? Kurak chiqargan uka. Shu 2,5 yoshdan o'tdi ham yaqin. Mana arqa tomonning holatlari. Bo'ylari necha chiqadi Xurshid aka? Bo'ylari 1,5 dan oshiq. Временный hisobda. O'lchab ko'rganmiz yo'qmiz, kilogrammga ham tortganmiz yo'qmiz hali. Taroziga ham beraveramizmi? Kelishsak beraveramiz. Mana holatlari. Bo'sh yurganligi uchun. Boqsa ham bo'laveradi yana. Yana davomiyda qo'shsa, boqsa ham bo'laveradi. Endi qo'ldan kelgancha boqdik shungacha. Endi bundan tashqari eplanmay qolyapmiz. Yeb ishlari yem ham qimmatlashib ketdi hozirgi holatda. Xurshid aka, telefon raqamini ayting endi. 95lik 438 94 88. Telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkalari Tuman bo'yicha qilib berishimiz mumkin. Kelishilgan holatda u ham. vodiylarga kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda u. Mana holati. Hech qanday ukol ishirilgan narsalari yo'q. Bunga kunjara berdingizmi? Faqat kunjara edi, makka yorma, sira. Men oldiga o'tsam, reshitka to'sib qolagan. Mana holatlar yuvosh, lekin yetishga unda qo'ra qilib qo'ygan ekan. Iloji bo'lmadimi? Yetishdim-ku ana. Kelib ko'ra olaveradi endi. Bo'shib. Qo'shilib chiqdi. Narxini qancha aytasiz? Narxini 42 million deyapmiz. Xayri bor. Kelishtirib so'raversin. Kelib ko'rib bemalol. Shunaqa. Nimasi yo'q menda. Bemalol. Bizda dehqonchilik bu. Tirikchilik emas. Yana makkasi ham bor ekan, makkalar ham sotiladi. Toza quruq. Toza quruq agaratdan chiqqan makkalar. Xurshid aka, buni pul qanchadan? Buni bozor 4,5 ming deyapti. 4,5 dan kelishtirib beraman. Narxi 4,5 mingdan ekan. Telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.